Assalomu alaykum yaxshilar. Biz hozir truck stopga to'xtagan edim. Tak, mana truck stop. Taxminan 200 metr uzoqlikda, 200 metr uzoqlikda to'xtasam-da, o'tirsam internetda Ohio shtatidamiz. Ohio shtatining Columbus ma'muriy markazi, Columbus shahri, Ohio shtatining ma'muriy markazidan sal shimoliy g'arbga qarab yursangiz Bellafionte degan shaharchasi bor ekan. O'sha shaharchaga yaqin joydamiz. O'sha shaharchaning oldida Ohioning eng yuqori nuqtasi bo'lgan anaqa bor ekan, joy bor ekan hozir. Tak, mana ko'rinyaptimi emblemasi? O'shani ko'rishga kelyapman. Hozir bu yerda mana havo ochiq bo'lganiga shu zdaniyalar Ohio eng yuqori nuqtasi deyiladi ekan. Ko'ramiz nimalar bor ekan, bu atrofda anaqasi bor ekan, maktabi bor ekan, mana bolalar o'qishga. Bilmayman endi qanaqa maktab bu. Menimcha o'rta maktab bo'lsa kerak anaqalardan, ko'rinishlardan. Ohio High Point Campus Directory deyapti. Tak. Clark State 664-muzey, Ohio's Highest Point in Northern deganini tushunmadik. Bu yoqda muzeylar bor ekan shekilli. Bu yoqda highway, ofischalar, muzey ishi bo'lsa kerakda. Tak, student event parking deyapti. Administratsiyasi. Bu yerda bunaqalar bor ekan, antenalar bor ekan, zdaniyalar bor ekan. Ko'ramiz nimalar bor ekan. Mana maktab binosi. Buni Ohioning eng yuqori nuqtasi haqida gaplashadigan bo'lsak, Amerikada 43-o'rinda turadi ekan. Yuqori nuqta bo'yicha. Endi yuqori tog' bo'yicha emas, yuqori nuqta. Yuqori nuqta degani bu tekislikning yuqori nuqtasi. Ohio shtatida eng yuqori nuqtasi Amerikada 43-o'rinda turadi. Buning balandligi 436 metr. 436.9 metr. Balandligi dengiz sathidan 1830-yilda Salomon Lafayette degan shaxs tomonidan yevropalik ilk qadamlarni qo'ygan, ilk izlanishlarni olib borgan. Ko'ramiz hozir. Xo'sh, mana trotuar, baland pastni. Tak, bu yoqda administratsiya ofisi. Administratsiya ofisi bu o'ziga tegishli narsalar shekilli. Mana og'ir qurollar deyapti, heavy equipment operations. Endi apparatlari bo'lsa kerakda, mashinalari, nimalari deb turadi bu yerda. Degan yerda mana belgisi borga o'xshayapti. Borib ko'raylikchi, qanaqa belgisi bor ekan. You are on camera deyapti. Kameraga tushyapsan deyapti. Highest point in Ohio. Ohiodagi eng yuqori nuqta. Bu yerda mana Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'i. Bu yerda tarixi bor ekan. Xullasda Campbell Hill ekan. Campbell is the name of Charles Campbell of Bellafionte, who owned this land from 1896-yildan 1937-yilgacha yerning egasi bo'lgan ekan. Markers
Atop the Hills 1900-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining chegara va geodeziya agentligi tomonidan Axayada belgilab qo'yilgan balandligi 1549 fit, boyagidek aytganda 436 metrga tegishli. 1951-yilda davlat government siyosatshunoslari 664-yil Aircraft Control and Warning havo qo'shinlarining ham North Amerikadagi komandasiga qo'yilgan ekan. Bu yerda havo qo'shinlarining anaqalari bor ekan, 8 radari bilan kompyuter qurilmalari bor ekan havo qo'shinlarining. Michigan shtati bilan Battle Creek, Michigan shtati markaziy Battle shtati bilan 1969-yilgacha sovuq urush davrida ishlagan. 1974-yilda ilmiy dam olish markaziga aylantirilgan ekan. Bu 2001-yilda qo'yilgan bu znak 6-46-moddalari shekilli. Bu yerda mana Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'i, bu yerda mana 664-Amerika qo'shinlarining 1950-yildan 1969-yilgacha radarlar ishlagan ekan. Axayaning eng yuqori nuqtasini esa mana shu bu marmar tosh yonida boyagi marmar tosh qo'yilganligi, mana shu marmar toshning kichrayib mana atrofi ko'rinib turibdi, maydalanib shu ahvolga kelib qolgan. Bu yerda Supermark deyapti. Buni 1154-881 Survey Mark deyapti. Belgisi qo'yilgan ekan. Bu yerda o'qishning iloji yo'q. Engineers US Army. Amerika Qo'shma Shtatlarining muhandislar bir bala armiyasi, muhandislar bo'limi tomonidan qo'yilgan ekan shekillida bu belgi. Mana oddiy narsalarni ham ko'ryapsizmi? Oddiy narsalarni ham chiroyli qilib belgisi bor. Bu belgisi orqali odamlar keladi. To'g'ri, hech narsasi yo'q. Ko'rib turganingizdek atrof ochiq joy. Aytganimizdek mana armiyada xizmat qilgan binolar, antennalar, radarlar turibdi. Atrofi bo'sh, maktab, muzeyi bor, administratsiya bo'limi, buni orqasida maktab bor edi. Hech narsasi yo'q, mana ko'radigan hech narsasi yo'q, faqat bu belgi, tarix bo'ldi. Tarix nuqtalarini belgilab qo'ygan. Mana tarixga qanday yondashadi bular, ko'ryapsizmi? Mana bu yerda xatlashib ketsangiz bo'lar ekan, o'zingizni yozib yoki bo'lmasa qiziqishlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda bitta o'rindiq qo'yib qo'yibdi. O'rindiqqa nechinchi yil qo'yilganligi, kim tomonidan qo'yilganligi va nima uchun mumkin saytini qo'yib qo'yibdi. Xohlasangiz xayr-ehson qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa 5 minut o'tirib dam olishingiz ham mumkin deyapti. Steve Fino bilan Family Westerville deyapti. 2017-yil may, Ohio. Steve Fino va uning oilasi deyapti. Education support and conversion highest points in each of the 50 United States. High Pointers Foundation degan anaqasi bor ekan. Tashkiloti bor ekan. O'sha yerga qo'yiladi. O'sha 50 ta shtatga eng yuqori nuqtalarda support qilishga ekan. Ilmiy, amaliy qo'llab-quvvatlash tashkiloti ekan. Ko'rdingizmi? Oddiy tarixda ham bular qanaqa yondashadi. To'g'ri, prosta joy qilib qo'yibdi, hech narsasi yo'q. Boya aytib o'tgandek. Hech narsasi yo'q. Prosta tarix shunchaki belgilab qo'yibdi. Kelajak avlodni ham kelib tanishtirishingizga yoki bo'lmasa bulardan tegishli xulosa chiqarishingizga sabab bo'ladi.
ana tarixga qanday yondashish kerak, ana qanday bolalarni tarbiyalashimizga biz o'z hissamizni qo'shishimiz kerak kelajak avlodga. Tak u yoqda coming soon deb yozib qo'yibdi. Boyagi urushga, nima, armiyaga tegishli narsalar shekilli. Tak esdalik belgisi qo'yib qo'yibdi bu yerda 1951-yildan 69-yilgacha. Boya aytib o'tganimizdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining 664-yilgi havo qo'shinlarining kontrol qismiga kontroliga anaqasiga atab qo'yilgan belgi ekan. Shunaqa gaplar.